Xorazm viloyatida joylashgan Ardaxiva turistik kompleksi bugun O'zbekiston turizm sohasida amalga oshirilayotgan navbatdagi yirik va konseptual loyihalardan biri sifatida shakllanmoqda. Mazkur majmua hukumatning turizmni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan tegishli qarorlari doirasida bir qator tijorat banklari mablag'lari hisobidan barpo etilgan. Kompleks tarkibida 50 dan ortiq xizmat ko'rsatish bir nechta ko'ngilochar obyektlari joylashgan. Endilikda oldinda turgan asosiy vazifa ushbu yirik kompleksni zamonaviy usullarda yagona boshqaruvga bergan holda faoliyatini yo'lga qo'yish. Bizni kompaniya Ardaxiva kompleksiga boshqaruvga taklif qilinganda biz o'zimizni hamkorimiz Kronwell Hospitality Group bilan birgalikda ushbu loyihani amalga oshirishni boshladik. Hozirgi kunda 20 dan oshiq tarkibdan iborat bo'lgan delegatsiya Xorazmda Xivada bo'lib turibdi. Rejamizda bu Ardaxiva kompleksini xalqaro tematik park deyiladi, xalqaro mavzuli parkka aylantirish, kompleksni bozorga yaxlit bir taklif sifatida kiritish. Ardaxiva turistik majmuasining mavjud salohiyatidan samarali foydalanish hamda majmuani boshqarishga ko'maklashish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashning malakali ekspertlar bilan amaliy uchrashuv bo'lib o'tdi. Kompleksga turizm destinatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha tajribaga ega ko'plab yirik loyihalarni samarali boshqargan Kronwell Group xalqaro kompaniyasi ekspertlardan iborat ishchi guruh jalb qilindi. Мы существуем 30 лет на рынке, сначала начинали как гостиничный оператор. Biz 30 yildan beri turizm bozoridamiz. Rossiyadagi Anapa, Sibir Durdonasi, Boshqirdiston va boshqa katta hududlarni rivojlantirish bo'yicha tajribaga ega kompaniya hisoblanamiz. Bizning O'zbekistondagi hamkorimiz Hotel Pro kompaniyasi ham ayniqsa mehmonxona biznesida ancha yillik tajribaga ega. Shu sababli biz Ardaxiva kompleksini boshqarish bo'yicha bugun uning mulkdorlari bilan kelishuvga erishdik. Maqsad ushbu kompleksni haqiqiy sayyohlik maskaniga aylantirish. Bugungi kunda davlat ushbu majmuani barpo etishga katta mablag'lar ajratgan. Biz majmuani ko'zdan kechirib chiqdik. U juda go'zal va maftunkor, lekin odamlar bu yerga faqatgina tarixiy binolar yoki bozor oldida rasmga tushish uchun emas, balki bu yerdagi hayotni his qilish uchun kelishlari kerak. O'zbekiston aholisi va xorijiy sayyohlar bu yerda Ipak yo'li davri va o'rta asrlar muhitini yashab ko'rishlari lozim. Xivaning o'ziga xosligi ham shunda. U asosiy markazlar Samarqand, Buxoro, Toshkentdan ancha uzoqda joylashgan. Odatda sayyohlar Xivaga sayohatning oxirgi kunlarida kelishadi va ko'pincha 1 yoki 2 kun sayohat uchun yetarli bo'ladi. Bizning maqsadimiz bu sayyohlarni bu yerda 4-5 kunlab qolishlariga erishish. Buning uchun kompleks hududida barcha tashrif buyuruvchilar uchun qiziqarli turli tadbirlarni tashkil qilmoqchimiz. Те, кто приехали, должны еще с удовольствием, да, что нужно важно для туриста, отдать деньги за те впечатления, которые он получит. Ekspertlar ishlab chiqayotgan dasturlardan shuni angladikki, Ardaxiva loyihasi doirasida yil davomida ishbilarmonlik forumlari, festivallar, milliy va xalqaro madaniy tadbirlar, gastronomik shou dasturlar, oilaviy bayramlar va tematik kechalar o'tkazish reja qilingan. Мы сегодня находимся в легендарном городе Xiva. Biz bugun afsonaviy shahar Xiva shahridamiz. Hududda Ardaxiva kompleksini mahalliy va xorijiy sayyohlarga yanada qiziqarli markazlardan biriga aylantirish loyihasi ustida ish olib bormoqdamiz. Biz uchun ushbu majmua ulkan ahamiyat va katta salohiyatga ega. Uni rivojlantirish jarayonida biz ko'plab tadbirlar, jumladan ham xalqaro, ham respublika darajasidagi festivallar o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz. Shu bilan birga ushbu qadimiy zaminga yangi g'oyalar va yangi festivallarni olib kirmoqchimiz. Bizning maqsadimiz xalqaro turizm bozoriga barcha turizm xizmatlarini taklif qila oladigan Ardaxiva brendini yaratmoqchimiz. Создать реально красивый, качественный продукт. Mana Faramon Xiva 3 yildan beri muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda. Bu albatta prezidentimizning olib borayotgan siyosati. Qolaversa, Milliy bankdagi mana bir nechta obyektlari hozir Xorazmda ish olib borilyapti. Bu Faramon Xiva mehmonxonasi, Nurillaboy va yana hozir yana bitta chiroyli maskan bo'lib Ardaxiva turistik kompleks qo'shildi. Biz hozir dunyoda bilamizki, mays segmenti juda ham ko'p rivojlangan va mays uchun Faramon Xiva mehmonxonasi kichkinalik qilganida, hozir aynan Ardaxiva qurilganidan so'ng biz yana ko'proq ular bilan ishlashga, mana hozirgi kunda Hotel Pro bilan taklif qilingan boshqaruv kompaniyalari bilan birgalikda ish olib borishga tayyormiz. Taqdimotda qatnashgan O'zbekistonning ilg'or turistik kompaniya rahbarlari ham buni tasdig'ini olishdi. Demak, birgalikda 26-yilda ko'proq ishlashga, ko'proq turistlarni jalb qilishga va yuqori darajada sifat ko'rsatishga har doim tayyormiz. Mehmonlar Ardaxiva majmuasiga tashrif buyurib, u yerdagi imkoniyatlar bilan tanishdilar.
сейчас осматриваем варианты размещения потенциальных туристов. Hozirda biz tadbirlarning potensial tomoshabinlari va ishtirokchilari bo'lishi mumkin bo'lgan sayyohlarni joylashtirish variantlarini ko'zdan kechirmoqdamiz. Bizga hammasi juda yoqmoqda. Ko'p ming kishilik tadbirlar uchun keng maydon mavjud va infratuzilma ularni bu yerda joylashtirish imkonini beradi. Bu yerga juda katta mablag' sarflangani ko'rinib turibdi. Bu joyning salohiyati juda yuqori. Hozirgi vazifamiz tomoshabinlar bu yerga qanday kelishadi va nimalarni tomosha qilishadi. Shuni aniqlash. Ya'ni asosiy maqsad bu yerni o'ziga xos taassurotlar maskaniga aylantirishdir. Hozirda biz maydonlarni ko'zdan kechirib, bu yerda qanday tadbirlar o'tkazish mumkinligini o'rganyapmiz. Bizningcha bu joyning salohiyati juda katta va hududning tarixi bilan tadbirlar o'tkazish maydoni uyg'unlashsa, bu juda kuchli natija beradi. Многотысячного размещения зрителей. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu kompleks madaniy merosni zamonaviy formatda namoyon etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun Arda Xiva O'zbekiston turizmini yangi sifat bosqichiga olib chiqadigan yirik milliy loyihaga aylanib bo'ldi. Kelgusida esa ushbu maskan xalqaro hamkorlar ishtirokida Ko'hna Xorazm o'lkasining yana bir tashrif qog'oziga aylanadi.